Sunsoning Joyu bilan uchrashishi. Yaxshimisiz do'stlar? Unda qo'z biz 3 parchalik yana davomli so'zlab ketdik. Sunso Joji mushabiri bilan planlanib bo'lgandan keyin atisi ko'rishga bordi. Endi bu ko'rishga vaqtda nihoyat bir xil beyaram bo'lgan, nihoyat ko'ngil yerim bo'lgan holatda ko'rishdi bunda. Nimishqa desa, bu endi yo'nishdan bir ishni o'tinmoqchi. Shu o'tingandan keyin bechor qiyofatini ko'rsatmasa buningga bu endi xo'shal kirib o'tingil olmaydi-da ba'zi ishlarni. Endi bu nimani o'tindi degan vaqtda bu kallasini ishiltib mandaq bir bana topadi. Ya'ni bu qandaq amal topadi degan vaqtda o'zininki onasi bor, ukisi bor. Bu onasi bilan ukisi Danyang aymiqib turibdi-da bular. Endi bu Danyangdagi Liuyo degan aymoq begininki bularni nazarband qilib olganligi, ularni bo'zi ketib olganligi to'g'riliq Yuanshuga da'vat etib keldi. Degandan keyin Yuanshu buni anglab sal ko'ngil beyaram bo'ldi endi. Nimishqa unda bo'lganda deb buni esdashlik qildi. Esdashlik qilgandan keyin endi bu gapni boshlaydi. Bo'lsa onam bilan mush ukamni qutqizib olgan bo'lsa, urug' tuqqanlarimdan bizni qutqizib olgan bo'lsa degandan keyin endi Yuanshu o'ylaydi-da, bu mendan asli o'tingil kiribdi ekan. Qo'shin ariya tag'il kiribdi ekan deb tozi xo'shaqmaydi bunga. Endi hozir bizning qo'shinimizda askar, lashkar nihoyati qiz, her tarafimizda dushmanlar va lashkarni u yoq bu yoq yutkab yursak, qamlashmaydi degandan keyin agar endi o'zingiz qo'shin boshlab onam bilan ukamni qutqizib, mening masalamni hal qilib beramisingiz, menga azroq lashkar bersangiz, oriyat berib tursangiz, men onam bilan ukamni qutqizib olib, o'sha akilib olsam, hammamiz o'sha jam bo'lib siz uchun to'yib ko'rsatsak degandan keyin Yuanshu yana ikkilinib qoldi. Nimishqa desa, endi qo'shin berish u vaqtlarda nihoyat bir cho'ng bir ish hisoblandi. Chunki u qo'shinni yaplam chiqarsa, qaytib kelmasa, nurg'un qo'shin yo'q bo'ldi-da. Chunki qo'shinni tarbiyalab, yetishtirib, shunchalik bir holat akilish unchalik oson emas. Shuning bilan Yuanshuniki ikkilinib bir qaror kelinmayotganligini ko'rgan Sunso yenidan shu tavarik muhrni chiqarib, bu dadamdan qolgan tavarik muhr. Mushuni men sizga kapolatnoma o'rnida qo'yib qo'yay. O'zimninki ishim tugitib yenib kelganligim uchun bu isbot bo'lsin degandan keyin Yuanshu buni ko'rib nihoyat hayajonlanib ketdi, qo'shib ketdi. Chunki tavarik muhrni nurg'un kishilar bir umrni ko'rolmaydi. Podshohdan boshqa odam ko'rolmaydigan narsa-da u. Tavarik muhrninki bir odamning qo'liga yetdi degan gap bu butun shu iqlimdagi kishilarning ichidagi eng talaylik bir kishi deyishki bo'ldi. Mushu muhrninki shu kishining qo'liga yetishi demak uninki ma'lum bir baxt talaga erishganligi deb o'ylaydi-da. Albatta Yuanshuninki mi asli podshoh bo'lish, o'zini podshoh qilib e'tirof qilish orzusi bo'lg'achqa bu muhrni ko'rgandan keyin bu orzusining amalga ishi texmi osonga to'xtaydi deb turib buni ayt qo'shib ketdi, hayajonlanib ketdi. Shu hayajonlangan bilan Sunsoga 3000 lashkar berib, buninki ishini qilishiga yordam beradiganlik to'g'riliq yorliq tushirdi. Sunso bu gapni olgandan keyin o'zininki yaqinlari va Yuanshu bergan 3000 lashkarni elib, Yuanshuning qashidan chiqib ketib qoldi. Ham chiqib ketib, bular haqiqatan Danyangdagi Liuyoni yo'qotqilmadi. Chunki Sunsoninki cho'ng-cho'ng ishlarni qilsa bor. Endi Jangdongda o'sha Danyang aymiqini saqlayotgan Liuyomi o'zininki bir zimini bor, o'zining qo'shini bor bir kishida. Albatta bu Sunsomi cho'ng-cho'ng ishlarni qilish uchun buning zimin bo'lish kerak. Turdiga o'rin bo'lish kerak. Hozir Yuanshudan ayrilib chiqib ketdi, turdiga o'rni yo'q, zimini yo'q. Shunga bu birinchi bo'lib, o'sha Danyangdagi Liuyoni yo'qotish orqali, shuning ziminini tortilish orqali Jangdongni asta-asta birlikka keltirmoqchi bo'ldi. Endi bu yo'lda ketayotgan vaqtda tuyuqsiz buning oldi tarafidan nihoyat zo'r qo'shinninki kelayotganligini bayqaydi. Endi nima ish bo'lgandi bu, kimdi bu deb ma'lumotchilardan olgandan keyin bu oldidagi shu lashkarlarning oldimi nihoyat kuchli bir, nihoyat chiroyli, bastik bir song'onning birisini turganligini ko'rdi. Undan keyin Sunso oldiga berib ko'rgandan keyin bu o'zininki kichikidan boshlab birga o'ynab cho'ng bo'lgan Fasho ya'ni yaqin qurdishi, do'sti Joyu ekanligini bayqaydi. Shundan ikkalan ko'rishib, salomlashib, quchoqlashib, uzun bo'lgan, uchrashmoq uzun bo'lgan do'stlar o'g'ashqa sirdishidi. Shu jarayonda Joyu hamda Sunsoniki nega manganligini so'raydi. So'ragandan keyin bu Yuanshudan ayrilib Danyangga manganligi
Müşta bir planlarının bağlılığını otur koygandan keyin amaliyotda Joyumu nima ish qilishni bilmay, ya'ni cho'ng bir ishlarni qilg'isi bor, ammo qandaq bir ish boshlashni bilmay, bir tuqqundan keyin tuqqa yig'lab ketayotganda, shuning bilan Sunso'ningki bu planlarni anglablar, buni qo'shib ketdi. Men sizningki har vaqt shu xizmatingizda bo'lishni xohlayman. Xohlasangiz men sizga qo'shilay, ikkimiz birlashdik. Men bu qo'shinimni epkilay, mushu cho'ng ishlarni birga qilgan bo'lsak, cho'ng qilgan bo'lsak, dadangiz Sunjan tog'amninki izini besib, biz cho'ng ishlarni qilgan bo'lsak degandan keyin Sunso'ni qo'shilib, Joyuni qo'shib oladi. Ikki shunda palvon sarkarda birlashib, danyan qarab yo'lga oladi. Unda qo'z do'stlar, uch podshohlikdagi taxim sarxil mazmunlarni davomli anglab turmoqchi bo'lsanglar, qo'shish belgisini besib, meni qo'shilinglar, ergish bilinglar. Nutq maharati, so'zlash qobiliyatini oshirishni o'ylashayotgan do'stlar bo'lib qolsanglar, ayrimxona uchur qilinglar. Biz maxsus shu izdan nutq risolasi orqali sistemli holatda so'zlash qobiliyatinglarni o'stirishinglarga yordam beramiz.